Jizzax viloyati bo'ylab hududlarda xavfsiz muhitni yaratish, jamoat tartibini saqlash maqsadida keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati ham bu jarayonda faol ishtirok etib, mahallalar va ta'lim muassasalarida doimiy targ'ibot va tashviqot tadbirlarini tashkil etmoqda. Qo'riqlash xizmatining navbatdagi targ'ibot manzili Forish tumani Xonbandi mahallasi bo'ldi. Mahalliy aholi hamda tadbirkorlar ishtirokida o'tgan muloqotda mahallalarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish va hushyorlik masalasiga e'tibor qaratildi. Tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi qo'riqlash xizmati mas'ullari tomonidan fuqarolarga jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasi, obyekt va xonadonlarni qo'riqlovga olish va daxlsizligini ta'minlashning ahamiyati tushuntirib o'tildi. Shu o'rinda aytib o'tish joiz, Xonbandi mahallasida 4,5 ming nafarga yaqin aholi 14 ta ko'p qavatli uylar va yakka tartibdagi turar joylarda istiqomat qilib keladi. Shu bilan birga mahallada 10 dan ziyod savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari mavjud bo'lib, tadbirkorlarning aksariyati o'tkazilgan tadbir davomida o'ziga tegishli bo'lgan binolarni qo'riqlovga topshirishga qiziqish bildirdi. Shu kuni qo'riqlash xizmati tomonidan Baxmal tumanining Gulbuloq hamda Tongotar qishloq fuqarolar yig'inida ham targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Suhbat jarayonida qo'riqlash qurilmalari imkoniyatlari haqida, shuningdek, kuzatuv kameralari, signalizatsiyalar va boshqa shu kabi qurilmalar, ularning ishlash prinsiplari borasida yig'ilganlarga ma'lumot berildi. Qo'riqlash xizmatining tezkor harakatlanuvchi guruh imkoniyatlari, himoya vositalari, xodimlar tomonidan oldi olingan huquqbuzarlik va o'g'riliklarning statistikasi haqida ham aytib o'tildi. Qo'riqlash xizmati tomonidan Jizzax viloyatining barcha hududlarida xavfsiz muhitni ta'minlash maqsadida bu kabi targ'ibot tadbirlari rejali asosda o'tkazib borilmoqda.